Yagona yaratuvchi tanasidanmiz. Oltin taxtli farishta shu yerda. Oltin taxtli farishta tanasidanmiz. Oltin taxtli farishta bu taxtda o'tiradigan yagona iloh. Bu bizni Xudoyimiz, bu bizni yaratganimiz, yaratuvchilar yaratuvchisi. U qanotlarini yoymoqda va bizni o'z panohiga olmoqda. Biz uni tanasida nurga aylanib ketmoqdamiz. Yagona yaratuvchini cheksiz qanotlari ochilmoqda. Cheksiz kuch-qudrati namoyon bo'lmoqda. Har bir yagona yaratuvchi yaratgan sivilizatsiya, har bir vakillar yagona yaratuvchini tanasida namoyon bo'ladi. Nurga aylangan holatda akslanadi, namoyon bo'ladi. Biz ham hozir yagona yaratuvchi tanasida erib ketmoqdamiz, nurga aylanib. Akslanyapmiz. Yagona yaratuvchi butunlay bizni o'z panohiga oldi. Butunlay ruhimiz birlashib ketmoqda. Cheksiz sevgi bilan, cheksiz kuch-qudrat bilan, yerda mavjud bo'lmagan sevgi bilan. Butunlay to'yinish, ilohiy to'yinish. Yagona yaratuvchini, Omni angel, taxtda o'tiradigan yagona farishtani cheksiz sevgisida har bir hujayralaring, har bir tanangdagi hujayralar butunlay birlashmoqda. Butunlay har bir kletchatka, har bir yadro o'zini asl tabiatlarini yodiga olmoqda. Asl kuchini, asl kuch-qudratini, asl shijoatini, jur'atini yodga olmoqda. Aslida yerga nima uchun kelganligini har bir hujayra asl o'zligiga qaytmoqchi, asl birinchi proyeksiya holatini yodga olmoqda, uyg'onmoqda. Hozir oldimizga barcha muqaddas avliyolarni, mukammallikka erishgan mavjudotlarni, nurga aylangan ma'budalarni, arxangel farishtalarni, nur o'tkazguvchilarni, nur yaratuvchilarni, kurator farishtalarni, kosmik ota-onani, butun kosmik jamoani taklif qilamiz. Ular har birlari tushib kelishmoqda. Oldimizda hozirni o'zida asl dunyolar ochilmoqda. Bir onda o'tirgan joyingda shundoq ochilmoqda. Portal shaklida asl shaharlar ochilmoqda. Nur shaharlari, asl sevgi shaharlari, asl uy, yagona uy. El Amra quyoshi porlamoqda. Uch quyosh, El Amra quyoshi butunlay har bir tanangni nurga to'ldirmoqda. Har bir hujayra uyg'onmoqda. Butunlay kuch-qudrat, asl kuch-qudratlaring namoyon bo'lmoqda. Muqaddas nur xizmatchilari, muqaddas vladikalar qalbingga, yuraklaringni o'rtasiga qo'llari bilan tegishmoqda. Ular sen qalbingni ochishmoqda. Butunlay qalbimni ochilishiga ruxsat beraman deb takrorla. Xohlasang mikrofoningni o'chirib qo'yishing mumkin. Xatli yozish uchun butunlay
Qalbimni ochilishiga ruxsat beraman. Qalbing shu qadar ochilyaptiki, shu qadar qalbing o'zini namoyon qilyaptiki, nur taralyapti qalbingdan. Bu nur butun maydonlaringni nurga to'ldiryapti. Butun tanang nurga to'lmoqda. Barcha o'zingni qabul qilmagan, barcha o'zingdan ko'ngling to'lmagan, o'zingni tashqi ko'rinishingdan, o'zingga ishonchsizlikka doir barcha programmalar yuvilib ketmoqda. Bu nurda, bu sevgida o'ziga bo'lgan asl sevgi, asl hurmat, asl ishonch ochilmoqda har bir hujayrangga. Ular seni sevishmoqda, ular seni hurmat qilishmoqda. Barcha xizmatchilar, barcha nur vladikalar senga bo'ysunadi. Hozir seni maydoning yagona yaratuvchini maydonlari bilan birlashgan holatda, asl uy energiyalari bilan birlashgan holatdamiz. Biz asl uydamiz, asl shaharlardamiz. Seni maydoningda oltin taxt turibdi. Bu taxt seniki. Seni olamlaringda sen yaratuvchisan. Yaratuvchi senga har bir qobiliyatini bergan. Yaratuvchi o'z dunyolarini o'zi yaratadi. Har bir insonda buyuk kuch-qudrat bor. Faqat insonlar buni yodidan chiqarishgan. Inson har doim yaratadi. Pastki o'lchamlarni yaratadi, ishonchsizlikni yaratadi. Barbod qilish ssenariylarini yaratadi. Bu kuchdan doim foydalanadi. Eng yuqori koordinatalarni ochishda mana shu kuch-qudratdan foydalanamiz. Va biz turgan hozirgi stansiyada, qalb stansiyasida, asl uy stansiyasida eng yuqori koordinatalar mavjud. Hozir eng yuqori koordinatalaring ochilmoqda. Hozir seni muqaddas xizmatchilar kuzatishmoqda. Bu taxtda o'tir. Bu taxt seniki. Sen nimani yaratishni xohlasang, o'sha yaraladi. Butun kosmik komanda senga bo'ysunadi. Ular butunlay senga bo'ysunadi. Barcha nur xizmatchilar sen xizmatingda. Ularga bag'ringni och, qalbingni och. Ular seni boshingga oltin toj keltirishmoqda. Bu tojni kiy. Bu o'z olamingda sen qirol ekanligingni anglatadi. Sen qirolsan. Senda qirollik energiyasi bor. Sen o'z olamlaring qirolisan. Bu kuchni o'zing bilmayotgan, sezmayotgan bo'lsang ham butunlay aytishing mumkin. Eslashga, anglashga tayyorman. Ovoz chiqarib aytishing kerak. Quloqlaring eshitish kerak. Hozir mana shu holatda muqaddas avliyolar, muqaddas nur yaratuvchilari Merkaba instansiyasini senga yetkazib berishmoqda. Qabul qilaman deb ayt. Qabul qil bu instansiyani, bu bag'ishlovni. Biz bir onda parallel o'lchamda Merkaba stansiyasidamiz. Asl qalb stansiyasidamiz. Merkaba stansiyasida
Merkabaning barcha instansiyalari senga yetkazib berilmoqda. Mer bu yagona yaratuvchining muqaddas nuri, yagona yaratuvchining muqaddas to'lqini. Ba bu qalb, ba bu tana, ba bu sog'lik, ba bu sensan, seni qalbing. Ka bu eng ilohiy yuqori koordinatalar mavjud bo'lgan eng yuqori ilohiy o'zliging, ilohiy ruhing. Merkaba. Ka bu eng yuqori koordinatalaring. Ba bu yerga oid bo'lgan koordinatalar qalbing. Biz markazda, yerda markazda bo'lamiz, qalbda, ba'da. Ba bu qalb. Merkabada bo'lish, Merkaba kemasida bo'lish bu yuqori koordinatalar, yulduzli koordinatalar bilan yerni ulash degani. Birinchi, ikkinchi, uchinchi energetik sentr markazlari bilan beshinchi, oltinchi, yettinchi energetik markazlarni ulash degani. Hozir Merkaba tanasidasan, butunlay Merkaba kemasidasan. Bu seni tanang. Uni tanasiga joylash. Merkaba bu to'lay senga bo'ysunadi. Uni yaratuvchisi sensan. Merkaba xizmatchilari bu to'lay senga bo'ysunadi. Uni yaratuvchisi sensan. Sen buyuk yaratuvchisan. Senda buyuk kuch-qudrat bor. Har bir olamlaringni yaratuvchisi bu sensan. Har bir dunyochisi bu sensan. Hozir biz Merkaba komandasiga kod aytamiz. Kod so'zini DNK qabul qiladi. Merkaba kod ilohiy ruh takrorlaysan, qulog'ing eshitsin, eritilinsin. Mani ongimda butun kosmik kuchlarimni rad etishim, yagona yaratuvchini rad etishim, butun kosmik komandamga nisbatan noroziligim, ulardan uzilib qolishim, ulardan xafagarchiligim, kosmik komandamga nisbatan noroziligim, ular bilan bitim tuzishni xohlamasligim, kosmik komandamni his qilishni xohlamasligim, yagona yaratuvchini ayblashim, Xudoga bo'lgan noroziligim. Xudo menga pul bermayapti. Xudo meni ishlarimni yurishtirmayapti. Yagona yaratuvchi, butun kosmik qurollik, qayoqqa qarayapsizlar? Nega meni ishimni yurishtirmayapsizlar? Nega menga bu tanani berding? Nega meni yuzimda donachalar chiqib ketgan? Nega tashqi ko'rinishim o'zimga yoqmaydi? Deb tinimsiz ichimdagi yaratuvchini, yagona yaratuvchini ayblashimga joy beruvchi. Butun kosmik komandamga norozilik, xafagarchilik. Ular bilan kontraktni bekor qilib, hech qachon ularga murojaat qilmayman degan qasam. Hech qachon yagona yaratuvchiga murojaat qilmayman degan. Har bir bergan va'dam, hech qachon ularga qalbimni ochmayman, hech qachon kosmik komandam bilan kontakt o'rnatmayman. Ularga murojaat qilmayman degan. Har bir platforma, har bir gen, har bir platforma, har bir gen, har bir qasam, har bir ont eritilinsin, tugatilinsin, yakunlansin. Islom senda shunaqa protsess. Butun yaratuvchiga nisbatan norozilik bor.
Kosmik qirollikka nisbatan norozilik bor. Bularni kechirmagansan. O'zingni ichingdagi yaratuvchini shu uchun qabul qilmayapsan. O'zingni qalbingni eshitishni xohlamayapsan. Agar qalbingni eshitsang, butunlay yagona yaratuvchiga ulanishingga to'g'ri keladi. Butunlay qalbingga qarshi hayotni hozir tanlov qilib turibsan. Mana shu har bir kontraktlarni bekor qilamiz. Biz voz kechganmiz, yagona yaratuvchidan biz voz kechganmiz, nurdan biz voz kechganmiz, asl sevgidan. Qanchadan-qancha og'riqlar bor. Biz hamma narsada, o'zimizni yaratgan hamma narsada ongsiz ravishda Xudoni ayblaganmiz, kosmik komandamizni ayblaganmiz. Ular meni yo'limni ochib berishmayapti. Ular meni jazolashyapti deb o'ylagan har bir inson onga shunaqa fikrlaydi.